Assalamu alaikum. Qarindoshlar. Salomatlikmi, qanday qilibsizlar? Biz necha kundan buyon shu siyosat haqida biroz param olib qoldi. Shu munosabat bilan men sizlarga Doktor Jasim Sultonninki bir yurish kitoblarini tavsiya qilaman. Agar shu mushkullardagi beka vaqtinglarda vaqt yetib qolsa, beka vaqting olib qolsa, undan keyin sizlarga nisbatan qiziqish bo'lib qolsa, bizning bugungi ummat xarakterlik bir ehtiyojimiz siyosat o'qishga shu kitoblarni bir o'qib chiqsak, ya'ni internet sinflarida hammalar birga yig'ilib o'tirib, muqim bir odam o'qitishga tegishli darslar emas-da, ammo hammalar ko'rib ma'lum darajada tafakkur yurgizib, tushunganlarimizni o'rtaga tashlasak, shu shaklda bir tushuncha o'rtoqlashtirsak, qalbimizda dinninki bunda shaxslashgan shakli emas, bunda jamiyatlashgan, davlatlashgan shakliga nisbatan bir tushuncha paydo bo'lsa deb men qaysi kuni bir teklif fikr bergandim. Shundan keyin qarindoshlarimiz nihoyatda qizg'in bir shaklda bunaqa ba'zi nimalarni, takliflarni, ba'zi fikrlarni bayon qildi. Men ham shu munosabat bilan maktabninki, Jasim Sultonninki gullanish plani yurishlik bir kitob rivoyat turilib masalaga to'pqa rasmini oldim. Shundan birinchisi Minas sahvati ilal yaqba nomli kitobi, ya'ni siyosiy harakatninki bir idrokat strategiyasi asosidagi kitob. Men bu kitobni hozircha rasmiy emas, lekin hozircha o'ygandiq, endi turayli degan shaklda tarjima qildim kitobninki nimasini. Ashtaroq tushundim, chunki biz yashayapmiz ya, bilyapmiz, jiqishlarga nisbatan ko'zimiz ochildi, bildik, ko'rdik, xatolashgan taraflarimizni his qildik, ammo shu ko'zimizni ochgan, bilgan tunuqa vaqtimizda nima ish qilishimizning kerak ekanligini bilmaydigan bir yerga keldik. Abturmo shu nuqtani biroz markazlashtirganda qildi. Men kitobninki muqaddimasini ko'rdim qarindoshlar. Muqaddimasini bir ishga bat ko'rdim. Ko'rgan yerlarimni sizlar bilan bir o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. O'rtoqlashib, qani mening tushunganim qanday, sizning tushunganingiz qanday bir o'rtoqlashqom keldi yani. Shu muqaddimasidan tortib men azroq tushungan taraflarimni qanaq biray sizlarga deb biray. Muqaddimasini Abdur bismillahdan hamdulillah boshlagandan keyin bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala rasulillahi sallallohu alayhi vasallam amma ba'd deb bo'lgandan keyin shunda debdi: ففي هذه اللحظة التاريخية التي يتساعد فيها صدى التحولات العالمية حتى يسقم الأذان ويعلو فيها صوت المعازن حتى ينتظم الآفاق، تنبعث من تحت الركام التاريخي الطويل أمة الإسلام. يعني Arapçasını okumsam buludu. Abdur şuna deydi. Bugün kulakni yağudek dunyoviy o'zgarishlarning sadosi ko'tarilayotgan tarixiy mushu minutlarda bugungi jamiyatimizga dal tushadigan masala. Dunyo o'zgaryapti, qimmat qarashlar o'zgaryapti. 100 yil ilgari sizgan chigirlar tavrab qilyapti. Dunyoga o'zini o qadar bir insonlikninki namunasi sifatida eng ilg'or shakli sifatida ko'rsatayotgan Yevropaninki, ya'ni G'arbninki va Sharqninki abdi basharasi qanday holatda echilyapti. Va musulmonlar ishida endi savtul ma'azin hatta yantazimal afaq degani diniy shuarlar, diniy paranlar masalan dinga nisbatan chaqiriqlar uzluksiz bir şekilde qanday qilyapti, ko'payapti endi, chiqyapti. Ammo bu vaqtning o'zida ahvol nima bo'ldi desa, tanba'is
min tahtir rukam at-tarihi at-tawil. Uzun tarihi bir harabilikning ostidan islom ummati uzun uyqusidan keyin qana qildi, uyg'onib chiqdi. Tanbais. Yani hammalarni hozir islom dunyosida o'zining nalaga ketganligini his qilyapti. Mayli arablarning ichidagi yoki uyg'urlarning ichidagi, boshqa islom millatlarning ichidagi necha yillik, 100 yil jarayonidagi da'vatlango. Masalan, milliyetçilik deyse, ondan keyin islom yiqilgan islom xalifaligiga nisbatan kallasida hech qanday bir içiniş yo'q, yani uni hech eslamaydigan, biz mushta qilsak taraqqiy qilamiz deb o'zi chaqlab kichik davlatlarni qurib olgan bu ummat yuzini yaxshi tortgan xafalık, bunga nisbatan bir uyqu hisoblandi, o'zini yo'qotdi yani. Mushu bir yo'qotish, mushu bir behuşlashish bosqichidan o'g'ilib qopdi. Yani uyg'ondi hisobda tanbais. Lekin bu uyg'ongan vaqtida ariyatus sadr, yalang'och. Bichar ummatninki dunyoda ko'z ochgandan keyin bu dunyoga ba'guday javobi yo'q. Ma'lumotning dunyoda bo'layotgan ishlarga nisbatan taqobil tug'uday nimasi yo'q, holati yo'q. Mashta bir shaklda uyg'ondi qarindoshlar. Bu bekkalik bizga nisbatan musibat oldu. Chunki ummat uyg'ongan vaqtda dunyo bütün kuch musobaqasiga kirgan. Qaram Abdurrahman degan gapimiz shu. İlla min jalalil haqq, illa min jalalil haqq fi vajhi qiwa az-zalam yani cisimlarni, aqllarni bo'g'izlaydigan nima? Cisimlarni, aqllarni ecellik en güçlü kurallar bilan bo'g'izlaydigan bir zulmat kuchlarining yuziga Allah'ның ulug'ligidan ummatga bergan kapolati edi Allohning qiyomatga qadar haq egalarininki maydonda qoladiganligi haqida. Mujning tufaylidan mavjud turibdi, bo'lmasa ariyatus sadr, ya'ni yap-yalang'och. Hech nima yo'q. O qadar taraqqiy qilib ketdiki dushmanlar qarab nima ish qilishni bilolmadi ummat. Shunda qarash qila, ma'rikatun tabdu bu yerdagi kurash deydi. O'tirdi bo'layotgan urush, hozir dunyoni idora qilish, kimlarning nalarni idora qilish qatorliq taraflar tabdu qaramoq qila. Tunji qarashlar demakchi, lillahilatil ula. Tunji qarashlar xuddi kesilib ketgandek. Men bu nuqtani qarindoshlar. Hammalarning kalli shunda deb o'ylayman. Mayli qizimizda qanchalik vaqtli voy u bu da ko'nglimizning tekida xuddi musulmonlar asosan betaraf bo'lib bo'lgandek. Bundan keyin musulmonlarga nisbatan bir nima yo'qdikidek, chiqish yo'li yo'qdikidek. Musulmonlarga nisbatan musulmonlar endi asosan tugishib ketgandikidek. Bundan keyin bu g'arb sharqdagi din dushmanlarininki taraqqiy qilib ketgan kuchiga nisbatan asosan bizning chiqish yo'limiz yo'qdikidek bir tuyg'u, mayli buni idrok qilmayli, hammalarning kallasining bir bo'chkida bor. Men mushu gumonim xato bo'lib qolmasinlar, ba'zi kishilarimizdan ancha-muncha paranglashib qolaman. Tamamda so'rayman, yolg'iz o'tirib. Kallasining tigida zaten bu işlerden tüzük ümit yok, bu ahvalimiz bu tuzak degandek bir tuyg'u hammalarning ig'izini uçurup var. Bunu bulup ne qarab bilib oldi desa, ama inson normalda hamma narsaga xiyonat qilsa, balasiga xiyonat qilmaydi-ku. Har narsaga saxtipazlik qilsa, balasiga saxtipazlik qilmaydi. Ig'izda nimda atrofda yusun, balasiga kelgan vaqtda kallasining tigidiki o'zi e'tirof qiladigan fikr bo'yicha muomala qiladi-ki, shu yerga qarab tarbiyalaydi bolasini-ku. Kishilarimizninki mush bolalar qaratgan muomalalarga qarab, ya'ni ig'izda hammalar musulmon, hammalar voy Alloh uchun deymiz, voy din uchun deymiz, ammo bigalarimiz
dindan umid uzib qolgandek bir ahvol bor. Endi buning sababi nima desanglar? Dal shu Abdurrahmon demoqchi o'g'lim shu, buni o'rtaga chiqarmoqchi o'g'lim shu. Bilasning qoidasini bilmay yoki tushunmay ishinish odamni bara-bara mush nuqtaga akib qo'ydi. Biz yillardan beri dinga ishondik, Allohga ishondik, Qur'onga ishondik, ammo ba'zi nuqtalarni to'g'ri tushunmay ishlab qolgan yerimiz bo'lsa kerak. Bizning ishongan nuqtamizdan biz qanaqa qilamidik? Ko'rsatgan tirishchilik qarta natija olamidik. Shuning bilan bu natijasizlik bizni o'zimizning tushunchasi haqida qayta o'rganishga yapmay, to'xtab turib biz xato menib soldikmi ba'zi qadamlarni, uslublarni deb ma nuqta haqida qaytadan qarab chiqishga undamay, bizni xuddi bu yo'lning to'g'ri emasligidek, bu yo'lga xato kirib qolganimizdek yig'izimizda qanchalik taqvolikni da'vo qilaylik, ammo yerlarimizda hey deydigan bir xil huquqqa asta-asta suruklanadi. Bu bizning navbatdagi ahvolimiz, xalqimizning ahvolidanmi? Kurvamoq tas emas, buni cho'liq bir xil qaqshaymiz ya ba'zi xalqimiz ilmonlashib ketib boradi deb, masalan, sotsial media, ijtimoiy aloqa torlaridagi dinga qarash qilayotgan gaplar hammasi bu shunday bir ifodasi. Abdurrahmon avtodamda mayada, ya'ni uzun yillik uyqusidan keyin shunda uyg'ongan vaqtida bu ummat o'zining yop-yalang'och ekanligini ko'rdi deydi. Bir jangning ichiga o'rtaga chiqib qoldi, lekin qurol yo'q. Qup-quruq. Qarmoq qilam asosan hamma ish mahsuma, qanaq bo'lgandek, oxirlash bo'lgandek. Egallab bulog'liq dunyoninki. Iqtisodni to'playdigan to'plab bulog'liq. Qarasa islom dunyosining hammasi kambag'alchilik, islom dunyosining hammasi vayronchilik, hammasi urush, hamma buna qarablar bir xil umidsizlik ahvoli bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi g'alaba xuddi kuchnikidek qilam. Bu haq olsun, nohaq olsun. Bu haqiqatning o'rtada kuchi yo'q. U o'lib ketgan odamlar, binoning ostida qilayotgan kichik bolalar, ayollar hech kim unga qaramayotgan. Doim kuchlikning gapiga, ojizning kassiga tab degandek, nega bo'lsa shu gap. Aktar bir tuyg'u. Şu 100 yıl jarayonida ummatning har taraflarida, bir turib Misrda, bir turib Suriyada, bir turib Turkiyada, Sharqiy Turkistonda, boshqa turli o'xshamagan rayonlarda bunda ummat bir beshini ko'tardi. To'xtab turib bu nimishqa bu dushmanlar bizni bunda qiladi, musulmonlar uyg'onish kerak deb. Shunda beshini ko'tardi. Chiqimiz bu ishni bitirib qilamiz. Biz aslida ummat qanday azizlik yashagan bo'lsa, bundan shunda yashaymiz deb kallasini ko'tardi. Lekin bir xil bichorlik, ojizlik ahvoli ham o'ylangan asosan mag'lubiyatlar qanday qildi oxirlashdi. Ko'pinchisi. Bu nima desanglar, mushu ummatninki navbatda texmi hozirgi zamon atalg'isi bilan desak, o'ynilayotgan o'yin yoki ummatning usti qurilayotgan dushmanninki uzun yillik strategiyasi deb qo'yiladi. Ya'ni boshqa yetkazmaslik strategiyasini biroz tushunmaganlikdan kelib chiqadi. Chunki avtor davotida qarayman. فكما نحضت الأمة من سباتها ورفعت رأسها عاليا ummat o'zining uyqusidan uyg'onib dushmanlarning o kadar hiyli mikirlari içimizdeki odamlarning ahboblar do'stlar, yani içimizdeki odamlarning o kadar nodonligi bo'lsa-mu o'zining beshini egiz ko'targandek. Yani bugün uyg'ondi deylik ummatni. Mushu uyg'onlig'indek ilkki ma'lum vaqtdan keyin olsa-mu osh qarshi tarafni yengidek bir sababni qo'lga keltira oladi. Mutlaqo. Shunda ular kuch qo'limizga kelgan vaqtda hayna tahris al-quwwa al-haq kuch qo'limizga kelib mushu kuchni haq uchun ishlatgan vaqtimizda ammo biz ishongan haq o'zining haqligini namoyon qila olmaydi. Buning oldida vaqtda hech narsa tura olmaydi. Shu vaqtda haq qalblarni qoyil qiladi, aqllarni qoyil qiladi, hammasini egallaydi. Ondan keyin islom dunyosiga ko'z solayotgan, tajovuz qilayotganlarning hammasini kuch keyliga qaytara oladi. Bu bizning orzuyimiz. İnşallah ağzımızda davatımız.
inshaalloh deb Allohning mashidiga bag'layotimiz, cho'qim ishonch qilamiz. Agar biz butun nimamizni bersak, imkoniyatimizni bersak, toqatimizni bersak, qo'limizdan kelgan ishni qilsak, cho'qim g'alaba qildiganligimizda buning nima yo'q, shak yo'q qarindoshlar. Masala bu. Andikan avtor ikkinchi mazmunda, muqaddimning ikkinchi mazmunida limada al-fahm deb bir tema qo'yibdi. Men buni oldindan bilish kerak deb tarjima qildim hozircha. Avtor shu millatning, ummatni ondan dastur g'ozib burunqi izzati, sharafiga qaytarish uchun chuqur muhim ikki narsa lozim deydi. Ikki narsa lozim. Birisi oldi bilan bilish kerak, qanday qilish kerakligini. Bu dunyoviy masala ma'laqi. Qanday bo'lib bir hukumat quriladi, qanday bo'lib dushmanlarning patqiqidan qutuladi. Qur'onda jihadni farzdegilik, Allohning hukmini zaminda turg'izishga buyruqliq, umumiy shaklda buyruq va qanday qilib mushuni vujudga chiqaradiganlikqa bir bilim ketadi. Buningga bir tarafi siyosat, bir tarafi askariy bilim, qatorliq nurg'un taraflari bordi buningki. Ya'ni Abdurrahmon demoqchi bo'lgani shu. Birinchi qiladigan ish avval bilishimiz kerak deydi. Hatto buningga Imom Buxoriyninki Babul ilmi qablal qawli wal amali degan manda shaklda keltirgan bir bob bor. Mushunday qilib hatto Imom Buxoriyma bir ishni qilishdan ilgari avval bilish kerak deyish va qilishdan ilgari bilish kerak deb mush bobni keltirgan. Chunki bilmasdan ish qilish eng cho'ng xalalni keltirib chiqaradi, masalani keltirib chiqaradi. Har qanday ish bilishlar. Ana mush nuqtaga kelgan vaqtda men qarindoshimga bir misol olayim ishadi. Bilish degandan keyin kallamamiz diniy bilimlarni qildi, unda ish emas endi. Oddiy gapdan birini qilaylik, bir navoy. Bir nayiqishni bilmasa, kallasini tunib tiqmaydi endi. Bir satrach chash erishni bilmasa, haqni kallasga qaychini ko'tarib, tog'ni ko'tarib bormaydi endi. Masalan, bir misol olsam, qarindosh arangdan har qanday bir anglar balkim meni tunida qoldiranlar deyli, men ishoncha qilib qoldiranlar deyli. Men sizni operatsiya qilib qo'yay deb qo'limga pichoq yo'q qaychini olsam, hech qaysini olmaysizlar menimcha. Men ishoncha qilasizlar, ammo operatsiya qilib qo'yay desam olmaysizlar. Bir kofirdan birisi kelib, doktorlik operatsiyada mutaxassis bo'lgan, tunilgan kofirdan birisi kelib, agar operatsiyaga ehtiyojli bo'lib qolsangiz, og'rib qolsangiz demoqchi-ku, men operatsiya qilib qo'yay deb desa yoki sizlar shundan oldiga borasizlarmi doktorxonaga. Nima uchun mendagi ishonchi qitgan edanga unimay, bir kabul bo'laysizlar operatsiya qilishga desa, chunki u degan biladi uni. Mana qancha bir yaxshi musulmon bo'lib ketdi. Men uqmayman uni. Bir odamningki qanchalik yaxshi bo'lib ketgani, u odamning bilmagan narsaga qo'l tiqishni aqlayolmaydi. Bir oddiy misol, gapni deb uzatmay, oddiy misol har qanday ishga qadam olishdan ilgari sadaqat bu ishning boshdan oxiri ma'lumotlariningki hammani qanday qilish kerak, bilish kerak avval. Kallaga bu kirish kerak. Bu birinchi ish. Ikkinchi ish bilib bo'lgandan keyin shu ishni nereden boshlab nerede oxirlashtiramiz? Bu musofining o'tirda qanchadani bekat bor? Qanchadani bekat bor? Birinchi bekatda qachon to'xtaymiz, ikkinchi bekatda qachon to'xtaymiz, uchinchi bekatda qachon to'xtaymiz. Bu A plan. B plan, agar birinchi bekatda to'xtag'ili bo'lmay qolib qolsa, nerda to'xtaymiz degandek tafsiliy bir xaritasini, tafsiliy bir tartib, plan, sistema tuzmay turib ma ish olmaydi. Avval ma'lumot bo'lish kerak va shu ma'lumot asosida bir plan bo'lish kerak. Shu vaqtida bir adamning mushu sohada xizmat qilayotgan bir adamning kallasida tafsiliy ma'lumot bo'lsa va aniq plan bo'lsa, am ma'lumotlarni har gapni deydigan yerda deyalaydi. Har qilmoqchi bo'lgan ishni qiladigan o'rin, munosib o'rin va qiladigan munosib vaqtda qila oladi. Plan oxirga qanday qiladi chiqadi. Bugun bizdagi eng cho'ng masala nima desa, o'zimiz tushgan eng ig'ir bir krizis var, siyaset krizisi.
Muşu tıxı bilmeyat bu doğru kalımızda malumat yok bu bir. Malumat yokluktan başka bizde plan yok. Bu işki malumat yok ve plan yok. Turup bu işe kadem alımız bu üç. Bu üç mesele bizdeki naiti bir eğir mesele. Abdur del muşu meseleni mabette limaza el-fehm degan bette bunu ortaga qana qatıdı, qo'yuyordu qarindoshlar. Andikan üçüncü bette nima uchun plan muhim? Nima uchun kallımızda iniq bir xarita, iniq bir sistem bo'lishi kerak desa, Abdur bununla kompüter bilan telefonni misol qiladi. Kompüter bilan telefonda bir sistem bor, bunu bilasizlar. Belki bunu chekirib tushunmasangiz bo'ladi. Ya'ni Türkçede yapay zeka deb qo'ydilar. Aqliy iqtidor degan shu. Biz doimo telefonlarimizni aqliy iqtidorli telefon, aqliy iqtidorli telefon degan nima desa, biz bir tal ma'lumotni shulardan ko'rgizamiz. Shu ma'lumotni munosib o'rinlarda bizga ko'rsatib turadi. Bir misol olaylik. Masalan, men bir do'stimning ismini va telefon nomerini telefon xotirasiga kirgizib qo'yman xolos. Bu qadar. İsmini kirgizib qo'yman, telefon nomerini kirgizib qo'yman. Am telefon aqliy iqtidorli ki telefon kelgan ekranda ism bilan nomerini ko'rsatib turadi. Telefon usan ism bilan nomerini ko'rsatib turadi. Telefonning qisqa qo'shig'ining boshida ism bilan nomerini ko'rsatib turadi. WhatsApp qachilsam avtomatik holatda WhatsAppga shu ism bilan nomer kiradi. Telegram qachilsam Telegramga shu ism bilan nomer qanaqa qiladi. Yana bir misol, oddiy misol. Bir ma'lumotni shunday kirgizib qo'ydik, telefondagi sistem avtomatik holatda shu nomer, shu ismni nega ko'rsatmoqchi bo'lsa, munosib bir shaklda bizga ko'rsatib turadi, bizga chiqarib turadi. Ya'ni siyosat sohasida xizmat qilmoqchi bo'lgan insonning qalbisida o'zi qilmoqchi bo'lgan ishlar to'g'riliq ma'lumot, bilim bo'lsa, bu bir. İkincisi, xarita bo'lib qolsa, ya'ni nereden tatib naqsh qilaman desa, avtomatik holatda o'zining qalbisidagi shu bilimlarga tayinib va xaritaga tayinib, qaysi bekatda qana to'xtaymiz, miyada kimlarga o'xshashimiz, miyada kimlar bilan nima deyisha olamiz, bu masala nihoyatda aniq bo'ladi. Demakchi qarindoshlar. Men faqat sizlarga bugun misol sifatida maktab bildim. Azroq bir örnek deb bir bet atrofida ma'nosini hozirlab sizlar bilan bir o'rtoqlashgan bo'ldim. Ya'ni men demoqchi bo'lganim shu qarindoshlar. Qaysi bizdan paranglashsak, kim bu sohada bir narsa demoqchi bo'lsa, haqiqatan hammani bildigandek so'zlaymiz endi. Ya'ni siz bilamiz zaten endi, ammo bilmaymiz endi. Bildigandek so'zlaymiz, bilmaymiz. Voy ish qilsak bo'ldi, mush millat o'ygan sulti deymiz, qandoq o'yg'itishni uqmaymiz endi. To'g'ri, hozir millat qalbisini ko'tarib, yotqanini tasavvur qilinglar. Ular uxlab qiliqliq bir odam, uzun mezgillik. Bugun uyg'onibdi, alhamdulillah uyg'ondi, ko'zni ochdi. Endi bu odam qopib menish kerak. Menish uchun o'rnining qopish uchun nimaga tayinib qopqudek majoli bormi, yo'qmi? Yine bu adamın qo'li bu adamni tirab o'rindan turishga kuchi yalamdi yo'qmi? Biz doimo qanday qilamiz desa, ikki tarafimizdan ikki odam kelib qo'ltiqimizni yulab o'rnimizni to'zib qo'ysuldi davatimiz. Hele g'arbga qarab, hele sharqqa qarab. Hele Yevropadan kutyapmiz, hele Amerikadan kutyapmiz, hele islom davlatlaridan kutyapmiz, hele Turkiyadan kutyapmiz. Birlari kelib bizning qo'ltiqimizdan yulab o'rnidan to'zib, bo'lsa mangdirib yugatib qo'ysa davatimiz. Yo'q. Unda qilmaydi, bu qonuniyatga zid bu ish. Tarixda unda bo'lgan ish yo'q. Cho'qim heliqi o'yg'ongan, ko'zni ochgan odam bir o'tog'dek holatga kelish kerak. Kim kuch paydo bo'lsin bunga. Qo'liga kuch paydo bo'lgan vaqtda tirab azroq o'tirolmaydi. Yana bir ishlarni qilaylik, nima ish qilsak, qopsin. Yana bir ishlarni qilaylik, nima ish qilsak, mansun. Ya'ni men demoqchi bo'lganim shu. Biz bir narsani o'rganishimiz kerak shu sohada. Bir narsani bilishimiz kerak. Qanday olib bu odamni o'rnidan qo'ptiramiz, qanday olib bu odamni mangdiramiz, qanday olib choptiramiz va oxirisida biz ko'zlagan nishonni qanday olib yetalaymiz degan haqida o'ylanish uchun biroz tirishish to'g'ri keladi. Bir narsani deb qo'yib qarindoshlar. Qur'on bizga nima deydi desammi, Allohning kalimasini ustun qilam deydi, boshqa gap yo'q. Va bu sohadagi biz chiqsa qolmaydigan qizil chiziqlarni sizib turadi. Ve muşu sahada mağsanlı dediğim yeşil sızıklarını sızıp durdu. Ondan başka hiç
ikki qismdagi uslub, masalan, qo'llanilgan taktika jihatda buni bizning aqlimizga bırakılır. Mayli, Qur'onni qanchalik aqtiringlar, bu to'g'riliq bizga ma'lumot bermadi Qur'on. Bizga bir nima dedi desa, Allohning kalimasini ustun qil. Sana qarshi chiqqanlarga qarshi chiq, ularni do'st tutma. Seni izib tutsumu, desep tutsumu, ya sen yani ularning yalaqini yalama. Bu kadar. Ama uslub, taktika, çünkü her zamandaki uslub, her zamandaki taktika, her zamanda qo'llanilgan nimalarni vositalar farqli bo'lishi mumkin. Nom atalg'ular farqli bo'lishi mumkin. Buning uchun biroz biz Rasulullahning zamonasini siyosiy nuqtadan tadqiq qilish to'g'ri keladi. Qur'onning shu vaqtga qarata qilgan xitoblarini siyosiy nuqtadan tahlil qilish to'g'ri keladi va bugun biz qaysi doirada maqsad Qur'on hadisga zid kelmaydi. Qay doirada maqsad Qur'on hadis bizga sizib bergan haliqi ikki yeshil siziqning o'tirida ma'laymiz degan bir nuqtaga kelishimiz eng muhim. Masalan, bir qarindishimiz dedi, siyosat dinle hiçbir alakası yok degandek bir gapni qildi. Endi faqat ko'ngil og'ritolmaydi bu gapdan. Ya'ni uzun yillardan beri biz tushungan diniy ba'zi tushunchalar, hamma tushuncha demayman-da endi. Bizga bular emas, bundan boshqa nurg'un tushunchalarni kallamizga singdirdi. Kallamizda shunga qarata bir ramka sezildi bizning. Biz xohlamasaqda mushu ramkaning nerisqa qanaqlamayotimiz, o'tamayotimiz qarindoshlar. Buni shu masala. Mening asosliq 2-3 kundan buyon ifodalab bulanmayotgan. Demak, çoğunum shu balki hozirmi to'liq ifodalab bulanmadim, ammo har holda bir tirishdim ifodalashga. Qolgani inshaalloh qarindoshlarimiz bilan yavaş-yavaş, asta-asta masalalarni anglashib tushunishimiz mumkin. Men vaqtni qo'ydim. Allohga omonat qarindoshlar.